Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hozirda qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini, oila a'zolari, bola chaqa, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan hammalarini sog' salomat tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. O'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimizni hammalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog' salomat, tinch omon, butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Bu farzandlarning rizqini, ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, bobo momolari, el yurtning ko'ziga quvonch bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Musulmon olami notinchdir. Ko'pgina musulmon o'lkalarida musulmonlar bir-birlarining qonini to'kishmoqda. Musulmonlarning qonini boshqalar to'kishmoqda. Parvardigoro, bolalar yetim qolmoqda, ayollar tul qolmoqda. Musulmon o'lkalari vayron bo'lib, hamma tarafdan xarobalar bosib kelmoqda. Alloh, bularni oldini o'zing olgin, urushlarni to'xtatgin, urushqoqlarga insof bergin, tavfiq bergin. Kelishmovchiliklari bo'lsa tinch yo'l bilan hal qilishga o'tishlarini nasib etgin. Parvardigoro, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.